Assalomu alaykum azizlar. Bugun AIS Fergan rahbari Mahmud aka bilan Foundation kursi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum Mahmud aka. Foundation kursi nima va uni maqsadi nimalardan iborat? Muhammad Qodir, rahmat savol uchun. Foundation degani o'zi qisqa qilib aytganda tayyorlov kursi degani. Ya'ni bizda farzandlarimiz o'qiydi. Bu yerda O'zbekistonda ko'proq ingliz tili, matematikani o'qiydi, lekin ularda chet eldagi o'qish ruhiyati yo'q. Ya'ni biz o'shanga universitetlarga tayyorlab boramiz. Biz tayyorlov kursimizdan o'tgan bolalar 1 yil yo 2 yil o'qigandan keyin sertifikat oladi. Bu sertifikat Angliya davlat tomonidan rasmiy berilgan sertifikat bo'ladi. Bu sertifikat bilan biz bilan hozir hamkorlik qilayotgan 250 dan ortiq universitetga qabul ta'minlay olamizda. Rahmat. Tushunarli. Keyingi savolimiz, kurs qanday xalqaro standartlar va sertifikatlar bilan mos kela oladi? Biz kursimizni bitirgan bolalar NCC Educational Organization degan kompaniyani sertifikatini oladi, xalqaro sertifikatini. Bu sertifikatlar Angliya rasmiy idoralari tomonidan tasdiqlangan sertifikat bo'ladi va bu dunyoni bir qancha universitetlariga o'tadi. Bu bilan bizni talabalarimiz diploma 3, diploma 4 degan narsa bor. Diploma 3 olgan bolalarimiz birinchi kursga o'qishga kirishga imkoniyat bo'ladi xalqaro universitetlarga. Hozir aytib o'tdingiz, NCC sertifikati. Mana shu sertifikat qanday imkoniyatlarni ochadi? G'arb universitetlarida o'qish modullariga bo'lingan bo'ladi. Odatda ikkita modul o'qiladi bir vaqtning o'zida. Shu modul o'qilgandan keyin imtihondan o'tadi bola. Shu yerda o'zida o'qitamiz, shu yerda o'zida imtihondan o'tadi va imtihondan sertifikat beramizda. NCC sertifikati beriladi. U NCC sertifikati o'sha Angliyadagi 60 ga yaqin universitet, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Kanada, AQSh, Malayziya, Singapur o'sha kabi mamlakatlarda o'qishga kirishga imkoniyatini beradi. Ya'ni o'sha universitetlar bu sertifikatni o'qishga qabul qilish mezoni sifatida qabul qiladi. Misol IELTS'ni qabul qiladi ba'zi universitetlar, qaysidir darajasini qabul qiladi. Bundan tashqari boshqa dokumentlarni ham so'raydi. Bunda bizni bolalarimiz 3 xil yo 4 xil fandan o'qib bo'lgandan keyin bu bolalar bizni universitetlarimizda o'qiy olish imkoniyatiga ega ekan, salohiyati yetadi deb turib universitetlar qabul oson bo'ladi. Shu kurs davomida o'quvchilar qaysi fanlarni o'qiydi? Bu yerda 3 ta core subject degan narsa bor. Biz asosiy yo'nalishlarimiz hozir xalqaro huquq, ekonomika, IT, arxitektura va tibb yo'nalishi bo'lsa, o'sha yo'nalishlarning barchasida, deyarli barchasida asosiy 3 ta fan bor. Core subjectlardan bular academic English, writing, oddiy ingliz tili emas, akademik ingliz tili. Ya'ni bu bolalar akademik ma'lumotlarni yig'ib, o'shani analiz qila oladigan darajaga keladi. Ya'ni bu oddiy bir test topshirib, qaysidir men darajada bilaman IELTS degan narsa emas, balki universitet darajasiga ingliz tilini o'rgatish. Ikkinchisi research methodology degan fan, ilmiy izlanish metodologiyasi. Bunga qattiq e'tibor qilinadi. G'arb universitetlarining barcha yo'nalishlarida bor bu. Buni biz o'qitamiz, bolalarga izlanish, o'sha critical thinking, tanqidiy fikrlashni o'rgatish, manbalarni sofligini o'rgatish. Uchinchi fanimiz University Mathematics, oliy matematika deymizmi? Oliy matematikani o'rgatamiz. Hamma fanlar ingliz tilida bo'ladi. Va yana bir o'ziga xos tarafi, vizaga tayyorgarlik qilayotgandan keyin universitet qabul qilib, acceptance letter qabul qilish xatini bergandan keyin ham o'zi xalqaro idoralar, elchixonalar qarab, konsulliklar ko'rib chiqadi. Bu bola hozir universitetga kirdi. Oldingi nimasi qanaqa, o'qish jarayoni, qiziqishi qanaqa bo'lgan desa, bu oldin o'zi o'qigan ekan, bu darslarni o'qigan ekan, 1 yil o'qibdi, 2 yil o'qibdi, tayyorgarlik qilibdi. Demak, nimasi bor? Haqiqatda o'qishga ketyapti degandan keyin viza olish nimasi, shansi deylik, balandlashadi. Yana bitta masala, bizda Academy International School'da o'qigan bolalar ham davlat programmasini o'qiydi, 9-10-11 programmasini o'qiydi va hamda o'sha universitetning programmasini o'qiydi. O'sha bir vaqt ichida ham o'zimiz attestatni oladi, O'zbekiston Respublikasi attestatini, va unga qo'shimcha sifatida
bu NCC'ni diplomini oladi, diploma 3 degan, 3 diplom, 3 darajadagi diplomini olsa, o'sha ikkala dokument bilan keyin bitta portfolio qilib, o'sha universitetga qabulini ta'minlaymiz. Va albatta undan oldin u bolalar bilan suhbat bo'ladi. Qiziqishi qanaqa, layoqati qanaqa, salohiyati qanaqa, qaysi davlat qiziqtiradi, ota-onani nimasi qanaqa, qiziqishi, qaysi davlatda bolasini o'qishini ko'rishni xohlaydi va hokazo. Xo'p, bu demak xalqaro kurs. Shunda o'qituvchilarni malakasi qanday bo'ladi? NCC Education bilan bizni shartnomamizni asosidagi bitta kriteriylardan katta salohiyatli ustozlarni bo'lishi. Biz ustozlarni tanlayotganimizda o'sha kamida xalqaro MA, ya'ni magistratura darajasiga ega bo'lgan ustozlar bo'lishi kerak. Unaqa ustozlarimiz ko'p emas. Masalan, Farg'ona shahri, Farg'ona viloyatida shu ustozlarni chertib tanlab olganmiz. Kurs davomida o'quvchilar yana qanday resurslardan foydalana olishadi? Biz har bitta o'quvchiga NCC platformasida alohida login, parol qilib beramiz va o'sha xalqaro tanilgan platformada bu g'arb ta'limi standartlariga to'g'ri keladigan fanlarni o'shani asosida o'qitiladi. Ya'ni biz manbalarimiz hammasi o'shandan olinadi va o'qish strategiyasi ham o'shanga bog'liq bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimdek, modullar har 3 oyda modul qilib o'qitamiz va yil davomida 60 dan 120 kredit deyiladi. G'arbda o'sha kreditni bola olishiga harakat qilamiz. Ya'ni bizda yana bitta narsa, IELTS bilan Foundation'ni farqi qiziqda. Foundation'da bola ingliz tilisini har taraflama rivojlantirib, o'sha akademik ingliz tiliga qarab ketadi va yiqilsa, misol yetarli ball ololmasa, yana topshirib, yana harakat qilaveradi. Ya'ni IELTS yiqilsa, yana 3 oy tayyorlanib, yana pul to'lab, yana 6 oy tayyorlanib, yana pul to'lamaydi. Bizda bolalar o'sha ingliz tilisini o'sha darajaga yetkazguncha, universitet darajaga yetkazguncha o'qib, topshirib, imtihon topshirib, qaytadan o'qib, topshirib, o'sha darajaga yetguncha o'saveradi. Ya'ni bu yerda to'lov bo'lmaydi va o'sha universitetlar, biz bilan hamkorlik qilayotgan universitetlar bizni ingliz tili sertifikatimizni qabul qiladi. Ya'ni IELTSga hojatimiz yo'q. Bu kursda qaysi o'quvchilar qatnasha olishi mumkin? Biz endi bu kursda 9, 10, 11-sinflarga mo'ljalladik, lekin bu kursni boshlanishi uchun ham baza ingliz tili bo'lishi kerak, matematika bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa 4,5 IELTS darajasidagi ingliz tili bo'lishi kerak. Matematikasi ham bir qandaydir darajada bo'lishi kerak. Agar o'sha darajada bo'lsa, biz o'sha kursni boshlab yuboramiz. Agar bolalarni albatta suhbatdan keyin ko'rsakki, darajasi pastroq bo'lsa, unda o'sha kursga Foundation'ga tayyorlovchi kurs qilib o'qitamiz. Ya'ni Foundation'ga tayyorlov kursiga tayyorlov bo'ladi. Foundation'ga tayyorlov. Tushunarli. Ota-onalar bu kursdan qanday foyda olishlari mumkin? Foundation bolalarni tarbiyalaydi, ya'ni o'sha akademik darajada tahsil olishga tayyorlab boradi. Ya'ni ota-onasi aniq biladiki, meni farzandim bu o'qishga kirgandan keyin o'qishni tortib ketadi. Ya'ni o'qib keta oladi. Chunki masalan, G'arb universitetida o'qigan odamlar bilan gaplashsangiz, o'qishga kirish oson, lekin o'qib keta olish qiyin, juda qiyin. O'shanga tayyorlanib boradi, ota-onasi bekordan investitsiya qilgan bo'lmaydi. Ikkinchidan, bu bola o'sha tayyorlov kursini Angliyada emas, Avstraliyada emas, Kanadada emas, shu Farg'onada ota-onasining oldida 1 yil tayyorgarligini yoki 2 yil tayyorgarligini olib o'tadi. O'sha bilan tayyor jo'nataveramiz. Uchinchidan, moliyaviy jihati ham, misol chet elda o'qitgandan ko'ra tayyorlovda yo bizda o'sha bo'lib o'qitgani qulayroq, ham osonroq. Tushunarli. Yana bitta nimasi, viza. Shuncha o'qitdim, bolam qabul qilindi. Endi vizaga qanday kiradi, kira oladimi, ola oladimi, qaysi yo'nalish, undan oldingi savollarga ham biz to'laqonli yechim berganmiz. Bola keladi, biz ota-onasi bilan gaplashamiz, qiziqishini ko'ramiz, o'sha universitetga kirib, o'qib, deyarli yo'lga tushib olguncha biz mentorlik qilib boramiz. O'quvchi Foundation kursini tugatdi. Xo'sh, endi qaysi universitetlarga kirish mumkin? Academy International School va NCC hamkorligidagi bu programma o'quvchilarimizga dunyodagi 250 dan ortiq universitetga
kirishga yordam beradi. Ularning ichida top 60talik kiradigan universitetlarimiz bor. Ularning ichida top 200talik, 300talikka kiradigan universitetlarimiz ham bor. Har xil qit'alarda joylashgan, odamni qiziqishiga, bir ehtiyojidan kelib chiqqan holatda narx-navo jihatdan, misol Avstraliyadagi o'qishlar Malayziyadagi o'qishlardan farq qiladi, misol narx jihatidan yoki bo'lmasam atmosfera, yaqin uzoqligi, misol bolasini Angliyada emas, Qatarda o'qishini istashi mumkin ota-ona. Birlashgan Arab Amirliklarida emas, balki Angliyada o'qishini istashi mumkin va hokazo. Ya'ni bu nimamiz taklifimiz juda keng. O'sha aytib o'tganimizdek, bolani qiziqishidan kelib chiqqan holatda 250 dan ortiq universitetga berishimiz mumkin. Va 250 ta degani bitta universitetda endi o'zini ichida bir dunyo yo'nalish bor. Bitta universitetni o'zi koinotga o'xshaydi. O'shuning uchun bu taklif juda keng qamrovli taklif deb o'ylaymiz va umid qilamizki, o'zimizni farzandlarimiz, Farg'ona yoshlari xudo xolasa o'sha nufuzli universitetlarga kirib, ilm olib, o'sha ilmni o'zimizda xudo xolasa tarqatadi. Mahmud aka, suhbat uchun rahmat. Juda foydali ma'lumotlar oldik. Sizdan ham Foundation kursi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarga yozib keting.